Poytaxtimizda 15-xalqaro umumiy xavfsizlik tizimlari va 3-xalqaro elektronika, elektrotexnika va innovatsion texnologiyalar ko'rgazmalari ish boshladi. Elektronika borasida yangi yechimlarni taqdim etayotgan mazkur namoyishlar 5-7 noyabr kunlari O'z Expo markaz pavilyonlarida o'tkazilmoqda. Birlashgan ekspozitsiyada Belarus Respublikasi, Isroil, Polsha, Rossiya, Turkiya, Xitoy va Qozog'istondan 30 dan ortiq nufuzli kompaniyalar ishtirok etib, xavfsizlik va elektronika sohasida ko'plab zamonaviy yechimlarni taqdim etmoqda. Bu orqali tadbir ishtirokchilari va soha mutaxassislari eng so'nggi ishlanmalar bilan yaqindan tanishishlari, tajriba almashishlari, o'zaro manfaatli shartnomalar tuzishlari va dolzarb muammolarni muhokama etib olishlari uchun yagona platforma yaratildi. Umumiy xavfsizlik tizimi ko'rgazmasiga bugungi kunda mana ko'rinib turibdiki, qiziqish juda ham yuqori, chunki xavfsizlik barcha narsadan ustun turadi. Va bugun mana shu yong'in xavfsizligi borasida ham yurtimizda katta ishlar olib borilmoqda va yangi tizimlar kirib kelyapti. Bu ko'rgazmaga kelgan odam mana shu yangi tizimlar bilan to'g'ridan-to'g'ri tanishib, shartnomalar ham tuzishi mumkin. Jaloliddin aka Hakimov mana shu ko'rgazmada kompaniya vakili. Qani gapirib beringchi, qanday bo'ladi ko'rgazma? Ko'rgazma juda qizg'in o'tmoqda. Bu bizning asosiy vazifamiz favqulodda vaziyatlarni oldini olish, ya'ni yong'in xavfsizligini ta'minlash. Biz butun dunyoda eng rivojlangan yirik kompaniyalarni o'rganib chiqqanimizda hozirgi zamon talablariga mos bo'lgan shu JST оборудованиясini olib kiryapmiz. Nimaga? Chunki O'zbekistonda bilasizlar, juda katta qurilishlar ketyapti. Baland qavatli obyektlar qurilyapti, uylar qurilyapti, yirik obyektlar qurilyapti. Ularni birinchi navbatda xavfsizlikni ta'minlash shart. Nimaga desangiz, u yerda juda ko'p odam bo'ladi, odamlarning ommaviy yig'ilishi bo'ladi. Bundan tashqari yirik investitsiya kiritilmoqda, juda katta mablag' ajratilmoqda. Baland qavatli 50 metrdan oshiq binolarda yong'in bo'ladigan bo'lsa, uni o'chirib olish juda qiyin bo'ladi. Hozirgi ko'chada ko'rib turibsizlar, bekitish shart emas, tirbandliklar ko'p, lekin yong'inni boshlang'ich davrida aniqlab, uni bartaraf etish eng asosiy vazifaga kiradi. Endi bitta savol. Mana yaqinda ko'p yong'inlar bo'ldi. Mana yana qish ham kelyapti. Qishda ham yong'inlar ko'payadi. Mana shularni bartaraf etish, oldin olishga xizmat qila oladi mana shu qurilma. Albatta, bu bizning vazifamiz, shu davlatimizga hissamizni qo'shish, insonlarning xavfsizligini ta'minlash. Albatta bu qurilmalarni o'rnatgandan keyin, o'z vaqtida texnik xizmatini ko'rsatib turgandan keyin albatta o'z natijasini beradi. Misol uchun, yong'inni boshlang'ich davrida, ya'ni tutun yoki arzimagan alangani ko'rganning o'zida bular o'z navbatida boshqaruv pultiga xabar beradi. O'tdagi o'zini ichki personallari tomonidan yong'inni boshlang'ich davrida o'chirishga kirishadi. Shu navbatda o'z navbatida mana bu yerda evakuatsiyalari bor. O'z navbatida o'z vaqtida insonlarni evakuatsiya qilishi ham boshqarsa bo'ladi bu yerdan pult orqali qaysi yo'lga направление qilishi, masalan avariyniy освещенияsi bor misol uchun. Mana bu yerda громкоговоритель bor, qayerga yurish kerak, qanaqa qilish kerak, hammasini o'rgatib turishadi. Mana направлениялari bor. Misol uchun mana bu yerda gazli tusheniya deydi bizda. Gazli o't o'chirish qurilmasi. Bu yerda ham yana bizda hamma mahsulotlarimiz xalqaro va Xitoy, Rossiya, O'zbekiston sertifikatlari ega. Bu galgi ko'rgazmada antidron tizimlari, video kuzatuv va video tahlil moslamalari, yong'inga qarshi uskunalar, shaxsiy himoya vositalari, yuqori aniqlikdagi asboblar, tarmoq va xavfsizlik tizimlari namoyish etilmoqda. Shuningdek, qurol-yarog' va harbiy texnika sohasidagi eng so'nggi yechimlar ham taqdim etildi. Mana dronlar ham ko'rgazmada o'rin olgan. Bu dronlar nima uchun xizmat qilishini mana hozir bilib olamiz. Я представляю группу компании «Беспилотные системы». Мы в Ташкенте впервые представляем беспилотный летательный аппарат. Bizni kompaniya uchuvchisiz qurilmalarni ishlab chiqaradi, deydi Rossiya kompaniyasi vakili Ekaterina Zgirovskaya. Ko'rgazmada ilk bor o'zimizning yangi mahsulotimizni taqdim etyapmiz. Bu razvedka va monitoring vazifasini bajara oladigan qurilma. O'zbekiston uchun neft va gaz sohasida yangi konlarni o'zlashtirishda, razvedka ishlarida, qidiruv-qutqaruv operatsiyalarini amalga oshirishda, jamoat
xavfsizligini ta'minlashda kerak bo'lishi mumkin. Yuqori sifatdagi tasvir va ovoz mavjud. Agar O'zbekiston tomoni qiziqish bildirsa, mahsulotni yetkazib berish va xodimlarni tayyorlashni o'z zimmamizga olamiz. Aytish kerakki, zamonaviy dunyoni elektronika yutuqlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Chunki bu bizning hayotimizdagi barcha jabhalarda mavjud. Eng oddiy maishiy texnika va gadjetlardan tortib, murakkab sanoat qurilmalarigacha kundalik foydalanamiz. Demak, bu ko'rgazma har ikki taraf uchun ham birdek manfaat keltiradi.